Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli ata-onalar, şundaqla olmaq farzandlarimiz. Anlayatqanlar Güzel Dinim programımızın 22. sani. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programımızda Mening Güzel Dinim nomli kitobni diqqatingizga sunib kelyapmiz. İnşallah bugungi sonimizda yana o'tgan soatda davom qilib kelgan zakat mavzusi yana davom qildi. Bugun hozir kelgan mavzurimiz yaxshi ko'rdig'imni berdim mavzuliq bu güzel qissa bilan boshlaymiz. Uni diktorimiz Qizil Yupurmoq sizlarga diqqatingizga sundiq, marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar va qadrli kichik do'stlar. Men Qizil Yupurmoqdan hammanglarga o'tliq salom. Tuvanda yaxshi ko'rdig'imni berdim nomli mavzuni diqqatingizga sunaman. Yaxshi ko'rdig'imni berdim. Payg'ambarimizning bek yaxshi ko'rdigan do'stlaridan biri bo'lgan Abu Talha Madinadagi ko'zga ko'ringan boylarning biri edi. Abu Talhaning bir qancha yerda keng etizliklari, mevalik bog'lari va chorva mollari bor edi. Masjid-i Nabaviyga yaqin yerdagi cho'ng bir mevalik bog'i bo'lsa, bog'larning ichidagi eng chiroyligi ham eng qimmatligi edi. İçide tatlık suuqidiqi bor bu xormiliq bog'ni Abu Talha bakli yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz va do'stlarini pat-pat beg'iga taklif qilib, mehmon qilib turadi. Xurma daraxtlarining soyasidagi suhbatlarmo bak qiziydi. Bir kuni payg'ambarimiz do'stlari bilan birlikda masjidda paranglashib o'tiradi. Bu asnoda tuvandagi oyatni o'qidi. Yaxshi ko'rgan narsanglardan bir qismini Alloh roziligi uchun bermaguncha haqiqiy yaxshilik qilgan bo'lmaysizlar. Alloh bergan narsanglarni haqiqatan bilib turdi va mukofotini hisslab berdi. Sura Ali Imron 92-oyat. Abu Talha bu oyatni anglab qattiq ta'sirlandi va payg'ambarimizga: "Ey Rasululloh, mening mol-mulkim ichida eng qimmatligi va eng yaxshi ko'rdig'im mucha masjidning udildagi xurmiliq bog'dir. Hozirdan boshlab bu beg'imni Alloh roziligi uchun muhtojlarga beraman. Faqir musulmonlar bu bog'ning mevasi va suyidan foydalang'ay", dedi. Birdamdan keyin Abu Talha bu planni amalga oshirish uchun beg'iga bordi. Bog'ga berib, ayoli Ummu Sulaymning bir daraxtning soyasida o'ltirganligini ko'rdi. Uningga bog'dan chiqib ketishni aytdi. Ummu Sulaym: "Abu Talha, bog'dan nimishqa chiqib ketgudakmiz? Bir yerga ketamdimiz?" deb so'radi. Abu Talha: "Yo'q, bir yerga ketmaymiz. Lekin endi bu bog' bizning emas, Madina faqirlarining", dedi va masjiddagi voqeani so'zlab berdi. Buni anglagan Ummu Sulaym: "Ikkimizning nomida berdingmi yoki o'zingning nomida berdingmi?" deb so'radi. Abu Talha: "Ikkimizning nomida", deb javob berdi. Ummu Sulaym: "Alloh sendan rozi bo'lg'ay Abu Talha. Atrofimizdagi faqirlarni ko'rgan siri men bu sendek qilishni o'ylagan, lekin sana deyishga jur'at qila olmagan edim. Alloh yaxshi ishimizni qabul qilg'ay", dedi. Xalifa Umar bin Abdulaziz tag'ar-tag'arlab shakar elib, faqirlarga tarqitib beradi. Buni ko'rganlar: "Bunda qilg'ucha faqirlarga pul tarqatsang yaxshiroq emasmi?" deyishdi. Umar bin Abdulaziz: "Men shakarni bakli yaxshi ko'raman. Shunga yaxshi ko'rgan narsamni infoq qilishni, ya'ni namratlarga berishni ko'nglim tortdi", deb javob berdi. Zakat berganda nimalarga diqqat qilishimiz lozim? Zakat berganda mehr shafqatlik bo'lishimiz lozim. Zakat va sadaqa berganda mehr shafqat bilan muomala qilishimiz, o'zimizni faqirlarning o'rniga qo'yib, meningmi faqir bo'lishim mumkin edi degan tuyg'u ichida berishimiz lozim. Ikkinchi, zakat berganda ibodat qilayotganligimizni unutmasligimiz lozim. Zakat va sadaqa berganda Allohning bir buyrug'ini ijro qilganligimiz, ya'ni ibodat qilganligimizni unutmasligimiz kerak. Shunga bizning mushundoq bir ibodatni ado qila olishimizga sabab bo'lgan faqirlarga hurmat va tashakkur hissiyoti ichida muomala qilishimiz lozim. Üçüncü, zakat berganda silih sipoyi bo'lishimiz lozim.
zakat va sadaqalarni Allohning roziligiga erishish uchun berayotganligimizni unutmasligimiz lozim. Bir hadiya yoki biror omonatni berganda uni chiroyli o'rashga va adab bilan berishga qanchalik diqqat qilsak, zakat bilan sadaqani bu xil sipoyilik bilan berishimiz kerak. Biz zakat bergan kishilarga illiq xush chiroyimiz va siliq sipoyiligimiz kam bo'lib qolmag'ay. Allah rizosiga erishishdan boshqa tamoyimiz bo'lmasligi kerak. Zakat berganda bu mening sana bergan zakitim deb zakat olg'uchi kishini ranjitmasligimiz kerak. Chunki muhimi zakatning piqirning qo'liga tegishidir. Olg'uchi kishining buning zakat ekanligini bilish bilmasligi muhim emas. Alloh taolo mundaq deydi: "Ey mu'minlar, pul melini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladigan, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmaydigan kishining qilgan amalini bekor qilayotganiga o'xshash bergan sadaqanglarni minnat qilish va aziyat yetkazish bilan bekor qilayotmanglar." Sura Baqara 264-oyat. 4. Haqiqiy peqirlarni izlab tepishimiz kerak. Zakitimizning maqbul bo'lishi uchun beriladigan kishilarni yaxshi tanlashimiz lozim. Muhimi molning qo'ldan chiqishi emas, naq joyiga berishidir. Chunki zakat bergandagi asosiy maqsad uni haqiqiy ehtiyojli kishiga berishdir. Agar izlab so'ramayla zakat muhtoj emas biraylarga berilgan bo'lsa, zakatni yangi boshdan qayta berishga to'g'ri keladi. Bo'libmi, muhtoj ekanligini aytishdan tortinadigan kishilarni izlab tepishimiz kerak. Haqiqiy peqirlarning ashular ekanligini unutmasligimiz, zakatni dal joyiga berishimiz lozim. O'yma-o'y kirib, 1-2 tal puchuqdan xorma tilab yurgan tilamchi yo'qsul emas. Haqiqiy yo'qsul kishi bo'lsa, o'zida turmushini qamdig'idek meli yo'q, muhtoj ekanligi ma'lum bo'lsa-mu, sadaqa berilmagan va boshqalardan hech qanday narsa tilamagan kishidir. Buxoriy zakat bobi 53-numurli hadis. Halal əmgək bilan yaşash tilamchilik qilishdan yaxshidir. Ansarlardan bir kishi Payg'ambar alayhisalomning yeniga kelib sadiqa tilidi. Payg'ambar alayhisalom, "Uyingda biror narsang bormi?" deb so'radi. Bu kishi, "Ha, bir kigizim bor. Yerimining ustida yotaman. Yerimini yepinaman. Yana bir suv qachon bor?" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Yur, uyingdagi shu narsalarni ilib kel" deb buyurdi. Bu kishi uyga berib narsalarni ilib keldi. Payg'ambarimiz bularni qo'lga ilib, "Bu narsalarni setib oladiganlar bormi?" deb so'radi. Bir odam, "Men 1 dirhamga olay" dedi. Payg'ambarimiz 2-3 qitim, "Buningdan qimmatroq oladiganlar yo'qmi?" dedi. Biraylan, "Men 2 dirhamga olay" dedi. Payg'ambarimiz bu narsalarni u kishiga 2 dirhamga sotdi. 2 dirhamni narsalarning egasiga berib, mundaq dedi: "1 dirhamga bola chaqangga yeydigan narsa ol. 1 dirhamga bir og'amcha ilib, o'tin tushib jiningni boq" dedi. Bu kishi payg'ambarimizning deganini qildi. 15 kundan keyin kelib, 10 dirham pulga ishlaganligini, buning bir qismiga kiyim-kechak, bir qismiga yemak-ichmak olganligini aytdi. Buni anglagan payg'ambarimiz, "Mushundaq halol əmgək bilan yashash yaxshimi, yoki qiyomat kuni peshonasiga tilamchilik tamg'isi besilgan holda Allohning huzuriga berish yaxshimi?" dedi. Abu Davud zakat bobi 26-hadis. Payg'ambar alayhisalom insonlarning tilamchilik qilishini yoqtirmaydi. Bu haqda mundaq degan edi: "Sizlardan biraylarning bir og'amcha elib, bu og'amchida o'tin bog'lab akilib, setishi va shuning bilan Alloh taoloning bu bandisini boshqalardan bir narsa tilashdan saqlashi, uning yuzining to'kilmay, g'ururi bilan yashashi albatta tilamchilik qilishidan ko'p yaxshidir." Buxoriy zakat bobi 53-hadis. Suyimlik payg'ambarimiz mundaq degan: "Berguchi qo'l olg'uchi qo'ldan ustundir." Buxoriy zakat bobi 18-hadis. Payg'ambar alayhisalomning mardligi va boshqalarga yordam qilishni yaxshi ko'rishi. Boshqalarga yordam qilishni yaxshi ko'rish, insonlarning ehtiyojini hal qilish, faqirlarga yor yo'lak bo'lish Payg'ambar alayhisalomning eng chong alohidaliklaridan biri edi.
Qiyinchilikqa yo'liqqanligi kishi payg'ambarimizning yoniga kelib dardini aytadi. Payg'ambarimizmi ularning qiyinchiligini hal qilishga tirishadi. O'zidan biror narsa talab qilganlarni hargiz quruq qo'l yondirmaydi. Hech qachon yo'q demaydi. Azroq bo'lsa-mu beradi. Bergidek biror narsasi bo'lmasa, chiroyli gap bilan o'zir xohlik aytadi. Bug'doyni yo'q chaqdimi, bug'doy so'zi bor edi. Payg'ambar alayhissalom insonlar ichidagi eng mard kishi edi. Mol-mulkning haqiqiy egisining Alloh ekanligini qat'iy esidan chiqarmaydi. Yo'qsul, muhtojlarni o'zidan bakrak o'ylaydi. Ochlarni to'yg'izadi. Qarz so'rag'anlarga beradi. Bergan qarzni ilishdan ba'zida voz kechadi. Mardlarning xususiyatlaridan biri yaxshi ko'radigan yaqinlariga hadiya berib, ularning ko'nglini xush qilishdir. Payg'ambarimiz bir-biringlarga hadiya bersanglar, mehr muhabbatinglar kuchaydi, deb o'zaro hadiya berishni tavsiya qilgan. Payg'ambarimiz o'zimi xilma-xil hadiyalarni tortiq qilib berish orqali do'stlarini xushal qiladi. O'ziga berilgan hadiyani qabul qilib, uning o'rniga texmi yaxshiroqni hadiya qilib qaytaradi. Sitib olgan narsani ba'zida sotquchiga hadiya qilib bergan ahvollarmi bo'lgan edi. Payg'ambarimiz bir qatim iqtisodiy qiyinchilikda qolgan Jabir bin Abdullohning to'ygisini naq pulga sotib olib, keyin bu to'ygini yana Jabirga sovg'at qilib bergan edi. Suyimlik payg'ambarimiz musulmonlarni mard bo'lishga, insonlarga yordam qilishga da'vat qiladi. Bunda qilishni Allohning yaxshi ko'rdiganligini bu so'zlarida ifodalagan edi. Ummatim ichidagi muhtojlarning qiyinchiligini hal qilgan kishi meni mamnun qiladi. Meni mamnun qilgan kishi Allohni mamnun qiladi. Alloh o'zi mamnun bo'lgan kishini jannatga kirgizadi. Payg'ambarimiz xayr saxobat qilishni yaxshi ko'rgan kishilarning dunyo va oxiratda baxt saodatga erishadiganligidan xush xabar bergan. Pixsiq, bexil kishilarning baxtsiz bo'ldiganligini aytgan. Mardlikning kishini Allohga, jannatga va insonlarga yaqinlashtiradiganligi haqida mundaq degan edi. Mard kishi Allohga yaqindir, jannatga yaqindir, insonlarga yaqindir. Bexil kishi bo'lsa Allohdan uzoqdir, jannatdan uzoqdir, insonlardan uzoqdir, jahannamga yaqindir. Qalbi inson so'ygisi, mehri shafqat va yordam tuyg'usi bilan to'lgan suyimli payg'ambarimizning mardligi mana mushundaq edi va umr bo'yi mushundaq davomlashdi. O'zi moddiy boyliqlarga ega bo'lgan zamondimi oddiy sodda yashab olamdan o'tdi. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: "Faqat shu ikki xil kishiga havas qilishga bo'ladi. Bularning biri Alloh bergan molni to'g'ri yo'lda xarjlab tugatgan kishi, yana biri Alloh bergan ilmni to'g'ri ishlatgan va uni boshqalarga o'rgatgan kishi." Buxoriy, ilm bobi 15-hadis. Bir kuni bir musulmon ayol bir yaktak tikib payg'ambarimizga hadiya qildi. Mushundaq bir kiyimga ehtiyojli bo'lgan payg'ambarimiz bu yaktakni ilib uyiga ketdi. Kiygandan keyin qayta masjidga keldi. Payg'ambarimizning do'stlaridan biraylarga yaktak yarab qoldi. U payg'ambarimizning mardligini bilganligi uchun tortinmay: "Ey Rasululloh, bu yaktak bek yarishimliq ekan. Menga hadiya qilib bering", dedi. Payg'ambarimizning buningdan boshqa bir yaktagi bo'lmasa-mu, do'stining talabini yerda qo'ymay, yaktakni darhol silib uningga berdi. Payg'ambarimizdan yaktak talab qilgan sahobaning do'stlari uningga: "Nimishqa u yaktakni bering deysan? Halbuki payg'ambar alayhisalomning u yaktakka ehtiyoji bor edi. Uning o'zidan bir narsa so'raganlarga yo'q demaydiganligini bilmamsan?" deb qo'ydi. U sahoba: "Men bu yaktakni kiyish uchun emas, kepan qilish uchun so'ragan edim", deb javob berdi. Bu sahoba vafot bo'lganda payg'ambarimiz hadiya qilgan yaktak bilan kepanlandi. Buxoriy, adab bobi 39-hadis. Janoiz bobi 29-hadis. Tuanda qadrlik o'smirlarimiz, biz sizlarga 8 jannat hozir mavzuliq Muhammad Ali Ashmalining she'rini diqqatingizga sunamiz. Muhtojsan shafqatga sanmu ay yoran, gul shexida tikan bo'lma, shabnam bo'l.
Ger kishi qanotini sungandek ko'rsang, yarısını ağrıtma ve melhem bul. Quruq lunga tutolmaydigan qo'llar bor. Azobini diyolmaydigan tillar bor. Hem peqir, hem aciz ko'p bandalar bor. Barg'in ularni xushal qilib kerem bul. Vicdan bul yetimga, can bul yolg'izga. Chiqarg'in chuqurda qolganni tuzga. Yo'qsullik cho'lida qo'rilgan yuzga. Barlig'in ila salqin shamol bul. Gar kimki ichsa bexillik zahrini, cho'ktirgay uni g'eriblarning ahu daryosi. Bulun pushqoqlarni kaz, sahro va shaharni, ochlarga non, suvsizlarga zamzam bul. Yaxshilik qil, dengizga tashla adash. Ko'zi ko'rmas beliqlar desimi tosh. Yaratquchi yetar sana, halimga sirdosh. 8 jannat hozir, sen mehmani bol. Baymu ham, peqirmu Allah oldida bir. Hasad qilma, xor ko'rma, bu Allah emridir. Yordam qilganni Allah söydürüdü. Sen mu ey seyri, bu söygüge mahram bol. Shuna qilib qadrli ota-onalar, suyimli o'smirlarimiz zakat bobining oxiriga kelib qoldik. Endi biz savollar bo'limiga o'tamiz. Oldi bilan biz o'rganganlarimizni takrorlab boqaylik. Ya'ni biz yanada burungi o'xshashlam savol-javob shaklida davom qilib boramiz. To'yadagi jumlalarni muvofiq holda bog'lang deydi. Bu yerda sizlar albatta kitob qarab tursangiz tushunasizlar. Zakat berish o'lchamiga to'shqan molning egisi. Nima deymiz buni? Diniy jihatda boy hisoblanadi. Xo'sh, nima yaxshi gap. Zakat berish o'lchamiga to'shqan molning egisi diniy jihatda boy hisoblanadi. Hamda ikkinchisi oltin yoki kumushning 40 dan birini, boshqacha aytsak 2,5% ni zakat beramiz. Xo'sh, ya'ni oltin yoki kumushning 40 dan birini degan gap, ya'ni boshqacha qilib aytgan vaqtimizda 2,5% ni zakat beramiz degan gap, ha? Xo'sh, hamda bir kishi o'zining navirlariga nima ish qildi? Zakat berolmaydi. Chunki uni beqish kerak. Xo'sh, nayt yaxshi. Hamda zakat berganda deydi. Buni qaysi jumlaga bog'laymiz? Zakat berganda ibodat qilayotganligimizni unutmasligimiz kerak. Xo'sh, hamda jami, maktab, doktorxona qatorliq o'rinlarga qanday qilamiz? Jami, maktab, doktorxona qatorliq o'rinlarga va yo'l, ko'vrik qatorliq ommaviy aslihalarga zakat berilmaydi. Xo'sh, zakat boylarning melini qanday qildi? Peqirlarga yetkazadigan bir ko'vriklik vazifasini o'taydi. Nayt yaxshi. Bir boy musulmonning melining bir qismini nima deymiz? Dinimiz amr qilgan yerlarga berishi zakat deb ataladi. Nayt yaxshi. Berguchi qo'l olg'uchi qo'ldan ustundir. Yaxshi. Hamda oltinning zakat o'lchami 80,18 gramdir. Fitr sadaqasining eng oz miqdori o'ttir hal turmush kechiradigan bir kishining 2 vaqtlik tamoqi yoki mushninga tushliq puldir. Xo'sh, endi o'zimiz nafaqayli mavzusiga kelsak, tuvandagi kishilardan kimlarga zakat berilmaydi deydi. Buningda yana yuqorqi ilgirki darslarimizga o'xshashlam A, B, TP shaklida 4 xil javob berildi. Shuning to'g'risini tanlaymiz. Tuvandagi kishilardan kimlarga zakat berilmaydi dedi. A, yo'lda qolgan kishiga zakat berilmaydi dedi. B, peqirlarga, T, qarzdorlarga, P, ota-onaga. Kimga berilmaydi? Qaysi to'g'ri? To'g'ri javob P, ota-onaga. Xo'sh, ota-onaga berilmaydi, chunki ularni beqish bizning majburiyatimiz. Ularga zakatdan bergil bo'lmaydi, ularni beqishimiz kerak. Xo'sh, endi ikkinchisi zakat, sadaqa, qurbonlik, fitr sadaqasi qatorliq ibodatlarning o'rtaq alohidaligi qaysi dedi? A, o'zaro yordamlashish va hamkorlik. B, durustlik va adolat. T, ishchanlik va baxt saodat. P, sabr va barakat. To'g'ri javob A, o'zaro yordamlashish va hamkorlik.
Gayet yaxshi. Üçüncüsü tövendekilerden qaysi zürür ihtiyacımız emas dedi. A. Öy, B. Maşina, T. Ticaret meli, P. Hüner kesip saymanları dedi. Qaysi zürür ihtiyacımız emas? To'g'ri javob T. Tijorat meli. Xo'sh, to'rtinchisi qo'y va o'chkilar qanchalik bo'lganda zakat berildi? A. 40 tuyoq, B. 30 tuyoq, T. 20 tuyoq, P. 100 tuyoq. To'g'ri javob A. 40 tuyoq. Xo'sh, 40 tuyoq bo'lganda zakat beriladigan darajaga bordi shunaqmi? Xo'sh, endi 5-inchisi fitr sadaqasi berishning hukmi nima? A. Farz, B. Vojib, T. Sunnat, P. Mustahab. To'g'ri javob B. Vojib. 6-inchisi tövendekilerden qaysi xata? A. Zakat mal dunyoga darajadan tashqari amroqlik va pixsiqlik qatorliq illatlarni yo'q qiladi. B. Zakat malning foydali va barakatli bo'lishiga ko'payishiga sabab bo'ldi dedi. T. Zakat insonlar orasida mehr muhabbat va yaqinlik paydo qiladi. P. Zakat boyni texmi boy, namratni texmi namrat qilib qo'ydi. To'g'ri javob P. Zakat boyni texmi boy, namratni texmi namrat qilib qo'ydi. Xo'sh, bu javob yana zakat boyni texmi boy, namratni texmi namrat qilib qo'ydi degan bu javob yana xato. Chunki bunda qilmaydiganligi aniq. 7-inchisi tövendekilerden qaysisining zakati berilmaydi dedi. A. Pul, B. Qo'y, T. Uy jabduqlari, P. Kala. To'g'ri javob T. Uy jabduqlari. Xo'sh, uy jabduqlariga zakat berilmaydi chunki u asosliq bizning ishlatayotgan ehtiyojli narsalarimiz jumlasi. 8-inchisi zakat deganda tövendekilerden qaysisini degili bo'lmaydi dedi. A. Zakat boylarga farzdir. B. Zakat yilda bir qitim beriladi. T. Malning 40dan biri, ya'ni 2,5% zakat qilib berildi. P. Salomat bo'lmagan kishilar zakat bermaydi. To'g'ri javob P. Salomat bo'lmagan kishilar zakat bermaydi. Ya'ni salomat bo'lmagan kishilar zakat bermaydi degan gapni digil bo'lmaydigan gap. Shundanmi? Chunki xato bir so'z. Xo'sh, endi tövendeki cümlelerdeki bo'sh yerlarga tirnoq ichidagi muvofiq so'zlarni tanlab qo'yinglar deydi. Mallarida bir tal bug'doy tilmaydigan, pokizlaydi qalbingning degandek bir so'zlar berilibdi. Buni biz bo'sh o'rin to'ldiramiz. Birinchisi, haqiqiy yo'qsul turmushini qamdug'idek meli yo'q, muhtoj ekanligi ma'lum bo'lsa-mu, sadaqa berilmagan va hech kimdan bir narsa nima ish qilmaydigan kishidir? Tilmaydigan kishidir. Ikkinchisi, boy musulmonlarning shundoq bo'sh o'rin, uni kendi tilaydigan va tilmaydigan yo'qsullarning haqqi bor dedi. Mallarida. Boy musulmonlarning mallarida tilaydigan va tilmaydigan yo'qsullarning haqqi bor. Xo'sh. Üçüncüsü, melini Allah yolda sarf qilganlarning ahvoli har boshqada 100 taldan tutgan nimening misoliga, nimening ahvoliga o'xshaydi. Bir tal bug'doyning ahvoliga o'xshaydi. Hamda to'rtinchisi, agar bo'sh o'rin yumshishini xohlasang, peqirg'i yemak ichmak bar, yetimga yor yo'lak bo'l dedi. Qalbingning yumshishini xohlasang. Xo'sh, agar qalbingning yumshishini xohlasang, peqirg'a yemak ichmak bar, yetimga yor yo'lak bo'l. Xo'sh, endi oxirida boylarning mollaridan zakat ol. Zakat ularning mollarini bo'sh o'rin va ularni gunohlardan poklaydi. Pokizlaydi. Xo'sh, zakat ularning mollarini pokizlaydi va ularni gunohlardan poklaydi. Xo'sh, hurmatli ota-onalar, shunday o'rmoq farzandlarimiz, bugungi go'zal dinim programmamizning 22-soni mushiyada oxirlashdi. Vaqt munosabati bilan inshaalloh yana bir qatimliq programmamizda ham bugun zakat bo'limi ham mushuning bilan tugagan bo'ldi inshaalloh. Haj bo'limida 23-sonimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Ijobatli duolaringizda bizlar uchun ham duo qilib qo'yishni unutmanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Ana qizli bo'lmoqsizmi? Xo'shlashing. Hurmatli ota-onalar va suyimli do'stlarim, kelar qatimki programmamizda ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.